1988-yil poytaxtimizda o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilishi uchun "O'zbek tilim, jonu dilim" shiori ostida norasmiy xalq namoyishlari bo'lib o'tdi. 1989-yil 21-oktyabr davlat tili haqidagi qonun qabul qilindi. Qonun 30 ta moddadan iborat edi. 1995-yil 21-dekabr davlat tili haqidagi qonunga o'zgartirish kiritildi. Qonun yangi tahrirda 24 ta moddadan iborat bo'ldi. 1995-yil 24-avgust Vazirlar Mahkamasining o'zbek tilining asosiy imlo qoidalarini tasdiqlash to'g'risidagi qarori qabul qilindi. 1996-yil 10-sentyabr Vazirlar Mahkamasining davlat tili haqidagi qonunni amalga oshirish va davlat dasturi to'g'risidagi qarorlari qabul qilindi. Yangi paydo bo'layotgan zamonaviy tushunchalarga nom berish, so'z va atamalarni rasmiy iste'molga kiritish tizimli yo'lga qo'yildi. Atamalar komissiyasining faoliyati tubdan takomillashtirildi. Aniq ilmiy mezonlar ishlab chiqildi. O'tgan yildan e'tiboran me'yoriy huquqiy hujjatlar, loyihalarni lingvistik ekspertizadan o'tkazish tizimi yaratildi. Rahbarlik lavozimlariga nomzodlarning o'zbek tili bo'yicha bilim darajasini aniqlash maqsadida milliy test tizimi joriy etildi. Qisqa vaqt ichida 3000 dan ziyod talabgorning qariyb 1500 nafariga davlat tilini bilish bo'yicha sertifikatlar berildi. O'zbek tilini raqamlashtirish borasida jiddiy natijalarga erishildi. O'zbekcha matnlarni sun'iy intellekt yordamida qayta ishlash va o'zbek tilida muloqot qilishga mo'ljallangan aqlli dastur ishlab chiqildi. O'zbek tili izohli lug'atining veb-sayti yaratildi. O'zbek tilidagi matnlarni tahrir qilish, ularni lotin va kirill yozuviga o'girish, so'zlarning lug'aviy ma'nosini ko'rsatishga mo'ljallangan elektron dasturlar ham amaliyotda faol qo'llanmoqda. 2025-yil 1-yanvardan boshlab umumta'lim maktablarida milliy sertifikatga ega bo'lgan o'zbek tili o'qituvchilariga maoshining 50% miqdorida oylik ustama haq to'lanishi rag'bat sifatida yo'lga qo'yildi. Markaziy teleradio kanallar orqali o'zbek tilini o'rganishga bag'ishlangan ko'rsatuv va eshittirishlar muntazam berib borilmoqda. Davlat tili faqatgina soha va mutaxassislarning emas, balki ko'p millatli butun xalqimizning birgalikdagi sa'y-harakatlari, aql-zakovati, ma'naviy ma'rifiy salohiyati, vatanparvarlik fazilatlari bilan ravnaq topadi. O'zbek tilimizning boyligi, kuch-qudrati yanada ziyoda bo'lsin. Shavkat Miromonovich Mirziyoyev.